O'simliklar ichida inson uchun barcha manfaatlar qatori idish ham mavjud. Bu tomosha qovoq bo'lib, uning bir qancha ko'rinishdagi turlari bor. Tomosha qovoqdan idish sifatida 12 ming yil oldin foydalanishgan. Imperatorlar saroyida tomosha qovoqni eng yaxshi idish va guldonlar tayyorlash va ishonchli vakillarga sovg'a qilish uchun ekilgan. Bizda tomosha qovoqdan tayyorlangan idishlarda suv, sut, may, shakar, tuz, don va boshqa mahsulotlar saqlangan. Bu idishlarda mahsulot bir xil haroratda, uzoq va yaxshi saqlanadi. Tomosha qovoq idishlarda saqlangan qatiq bilan jigar kasalliklari davolangan. Ayrim davlatlarda tomosha qovoqdan cholg'u asbobi, bolalar o'yinchog'i tayyorlashadi. Tomosha qovoq tanasidan arqon, urug'idan tibbiyotda, kosmetologiyada va oziq-ovqat sanoatida samarali qo'llaniladigan yog' olinadi. Xitoy qo'lyozmalariga ko'ra, tomosha qovoqning organizmga foydaliligi va bezararligi sababli sabzavotlar sultoni deb hisoblashgan. Tomosha qovoq qovoqdoshlar oilasidagi eng foydali sabzavot. Ayrim turlari yetilib pishmasdan yosh, kichik davrda bodring, qovoqcha kabi taom, tuzlamalarda qo'llaniladi. Undan mazali taom tayyorlanadi. Mikroelementlarga boy, tarkibidagi deyarli barcha ozuqaviy moddalar mavjud. Toshlarni maydalaydi, zaharlarni chiqaradi. Gijjalar faolligini to'xtatadi. Qondagi xolesterin miqdorini kamaytiradi. Antioksidant ta'sirga ega bo'lib, organizmni yashartiradi. Teri regeneratsiyasini faollashtiradi. Bunda barglarni ham jarohatlarga qo'yish mumkin.